Zinoni qanchalik katta gunoh ekanligini bilganlar va bilmaganlar meni tinglasin. Allohga shirk keltirishdan keyingi eng katta gunoh zinodir. Zino qilgan ayolga ham, erkakka ham qabrda va oxiratda juda ham ko'p azob bordir. Zino qilgan kishining rizqi kesiladi, yuzidan nuri ketadi, ko'p xastaliklarga duchor bo'ladi. Zinokorlar mahsharda Allohning huzuriga kelganida uyati tufayli yuzidagi terisi tushadi. Yuzida et bo'lmagan holda Allohning huzuriga chiqishadi. Zino ham dunyoda ham oxiratda razillikdir. Qur'oni Karimda Alloh aytadi: Zinoga yaqinlashmang, zero u hayosizlikdir va juda yomon yo'ldir. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom shunday marhamat qildilar: Sizlar uchun eng qo'rqqan narsam zinodir. Allohim bizni va naslimizni zinoni har qandaydan himoya qilgin. Amin. Zino qilgan kishi qanday tavba qilishi kerak? Nasuh tavbasi qilishi lozim. Alloh taolo Qur'onda bizga tubu ilallohi tawbatan nasuha. Ey iymon keltirganlar, Allohga tavba qiling, ammo nasuh tavbasi ila. Bilasizmi u nima degani? O'tmishda qilgan butun gunohlarimni bilaman va bularni tan olaman. Allohim, shu joyda zino qildim, buni bilasan, buni ko'rding, ammo men insonlarga emas, senga aytyapman. Meni gunohlarimni tozala, bundan keyin qilmaslikka so'z beraman desa, iliq suv bilan tahorat g'usl qilsa, orqasidan 2 rakat tavba namozi o'qisa va ortidan shu jumlalar bilan tavba qilinsa, bunda islomiyatda nasuh tavba deyiladi. O'tmishni tozalaydigan tavba.